Assalomu alaykum. Viloyatimizda sodir bo'layotgan mudhish voqealar bilan efirda kriminal xabarlar. Kecha ertalab soat kechki 9larda 10 gulidan hali bir guli ham ochilmagan jummi. Izoh. Uning 10 gulidan bir guli qanday qilib ochilsin? Hali uning bog'ini quyosh ko'rmagan-ku. Xullas, jinoyat sodir qilib, voqea joyidan bo'lib ketadi. Jummiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining A, B, V, G, D, Y yojizi kelimini OPRST, UFHCH moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov ishlari davom ettirilmoqda. Mana shunday salbiy voqealar xususida bilsangiz, bizga xabar qiling. Bizning telefonlarimizni esa siz yaxshi bilasiz. Bizga xabar qilgan qazyonlarning ismlari sir saqlanadi.